Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana bugun 21-avgust 2006-yil biz ayni pallada syomka jarayonidamiz. O'zbek filmida Shiroq degan film olinyapti. Meni ko'pchilik tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Men ham ularni tabriklayman. Ular ham 100 yoshga kirishsin, ko'p uzoq umr rizq bersin Alloh. Mana ko'rdingsizlar, biz juda ham ajoyib atmosferada syomka jarayonidamiz. Mana soqol qo'ydi, maylo qo'ydi, girim jarayondan chiqdik. Kostyumerlar kiyintirdi. Ko'rib turganlaringdek juda ham ajoyib holatda. Kecha, bugun 2 kundan beri shu yerda syomkadamiz. Syomkamiz yaxshi o'tsin. Filmimiz Shiroq filmi. Bugun juma 2026-yil 21-avgust, ya'ni meni tug'ilgan kunim. Meni tabriklaganlarga barchasiga o'zlarining yaxshi tilaklari hamroh bo'lsin birgalikda. Oilalariga bosh bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Yana nima ham derdim? Hamisha omad sanaydi. San'at fidoyat talab qiladi. San'at fidoyilikni talab qiladi. Shuning uchun bu ham sizga syomkadamiz. Mumkin demaydi, to'yga qantalar demaydi. Chunki bu yerda katta tayyorgarlik bo'lgan, seni kutadi. Bu yerda global aktyorlar bor, bosh rolda o'ynayotganlar, ustozlar bor. Shuning uchun san'at fidoyiligini talab qiladi. Hammaga omad. Filmga yarashgan bo'lsa, like bosib, kommentariyga yozinglar, soqol mayli bilan qanaqa chiqibdi. Bilaverami? Askar rolidamiz hozir. Shiroq filmining askar rolida syomka jarayonidamiz. Hammaga omad.